Oys Qarniy hikoya qilib beradilar, bir go'zal hikoyani keltiradilar kitoblarida. Men deylar bir kishini tanirdim. Juda yaxshi kishi edi, taqvodor, solih kishilardan edi. Shu kishi bir kun Riyod shahrida turishar ekan, Saudiya Arabistonning Riyod shahrida. Shu yerda turishar ekan, umra qilish niyatida safarga chiqishayotgan ekan Makka ga. Ayoli haqida aytadilar Oys Qarniy. Men u kishini ayolini ham tanirdim. Ayoli ham juda taqvodor. Biror bir ro'zani kanda qilmaydigan, ibodatlarni kanda qilmaydigan, namozlarni, boshqa ibodatlarni, zikrlarni kanda qilmaydigan juda ham bir taqvodor inson edi. Ayol o'sha kishining ayoli haqida aytayapti. Shu so'rayapman, ya'ni Oys Qarniy bir kishini tanirdi. U kishi bir kun Saudiyaga otlanayotgan ekan ayoli bilan, Oys Qarniy ayolini ham tanar ekan. Ayoli ham juda bir taqvodor, yaxshi inson ekan deb ta'riflab beryaptilar. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, mana inson o'limidan oldin qanaqadir his qilayotgan bo'ladi. Men yaqinda ajalim kelib qoldi shekilli deb his qiladi. E'tibor berganmisiz? O'zidan vasiyatlar qoldiradi. Masalan, o'zidan vasiyatlar qoldiradi haqiqatan ham. Masalan, deylik, farzandlarga vasiyat qoldiradi. Yoki bir qanaqadir ajoyib gaplarni aytadi, masalan. Ajoyib deganda, shu oxiratga tayyorgarlik qilayotgandek, masalan, shunaqa gaplarni gapiradi. Shu ayol ham bolalariga vasiyat qoldiribdi. Farzandlarim, biz hammamiz Allohnikimiz, yaratgandikimiz, hammamiz o'lganimizdan keyin unga qaytamiz. Ya'ni kim bizda aslimiz yaratgan, bizni nimasi bo'ladi? Shu hayotga kelishimizga, hayot yaralishiga sababchi bo'lgan zot Alloh taolo. Shu bizni yaratdi va tabiiy unga qaytamiz. Vafot qilganimizdan keyin, o'lganimizdan keyin. Ayol shuni aytayapti. Biz hammamiz ya'ni Allohnikimiz, unga qaytamiz. Va haqiqiy ya'ni sarhisob ana o'sha yerda bo'ladi degan vasiyat qoldiradi. Siz bu dunyoda nima qilgan bo'lsangiz, nima amallar bajargan bo'lsangiz, hayotingizda ya'ni kichkina bo'lsin, nimaga hissa qo'shgan bo'lsangiz, ana o'shandan sarhisob qilinasiz. Men juda ko'p o'ylayman, sarhisobni ya'ni hikmati nimaga ekan degan. Ya'ni shu o'y meni qiynardi. Nimaga sarhisob qilinamiz? degan savol meni ko'p qiynardi, ya'ni. Nimaga qilinar ekan shu narsa deb. Hamma tasavvur qiling, bir xohlaganicha yashab ketaversa. Men sizni deylik haqqingizni poymol qilib turib o'lib ketaversam, hech narsa bo'lmasa. Yoki siz shuncha yaxshiliklar qilasiz, hech narsa bo'lmasa. Bu logichni ham misol qanaqadir qabul qila olmaysiz-ku bu narsani. Jinoyat qilgan jazo olish kerak. Jinoyat qilgan jazo olish kerak. Odam o'ldirganni, uy o'marganni, haq-huquqlarni poymol qilgan qanday shunday yurishi mumkin? Bu chidab bo'lmaydigan darajadagi bir holat-da bu. To'g'rimi? U javob olish kerak. Bu dunyoda ham oladi, qamaladi, yoki masalan qanaqadir unga chora ko'riladi. Va agarda xatosiga amin, ya'ni xatosiga nimasi bo'ladi? O'zini afsuslanmasa, xatosiga afsuslanmasa va bu jinoyatlarni davom ettiraversa, javob olaveradi, jazo olaveradi. Va katta jazo ham bo'lishi kerak-da. Bu kerakli narsa. Endiki yaxshilik ko'rinmaydigan narsa. Jinoyat ko'rinadi. Uni qancha yashirishga harakat qilmang, jinoyat ko'rinib qolinadi, bilinib qolinadi. Masalan, tergovchilar bor masalan. Topishadi-ku masalan, nima jinoyat qilgan bo'lsangiz ham. Qanaqa jinoyat qilgan bo'lsangiz, detektivlar bor masalan, bilasizmi? Nima jinoyat qilgan bo'lmay, uni qancha darajada professional qilmagan bo'lmay, hali perchatkalarni ko'rib, atpechatkalarni bilinmasligi uchun bir nimalar qilgan bo'lmay, baribir jinoyatingiz fosh qilinadi. Yolg'on qachondir fosh bo'ladi deyshadi-ku. Xuddi shu narsa. Jinoyat qachondir fosh bo'ladi, bu aniq. Yaxshilik ba'zida unaqa emas-da. Bilasizmi?
Yaxshilik ba'zida unaqa emas. Siz 80 yil yashaysizmi, 60, 50 yil yashaysizmi, qancha yaxshilik qilmang, u fosh bo'lmasligi mumkin. To'g'ri? Fosh yani uni tabiiy fosh bo'lishi uchun qilmaysiz. Ba'zilarda fosh bo'lib qoladi. Falon kishi o'tib qolgan ekan, shuncha yaxshilik qilgan ekan, qara. Shuncha masalan qo'shnisiga, boshqasiga shuncha yaxshilik, qo'shnisi bilmagan hatto. Eshitganmisizlar shunaqa hikoyani? Bir kishi shuncha yaxshilik qiladi qo'shnisiga. Qanaqadir yo'llar bilan. Qo'shnisi ekanligini bilmagan. O'lgandan keyin to'xtab qolgan, bilib qolishgan shu kishiligini. Ba'zida fosh bo'lib, endi shuncha bir qanaqadir yaxshiliklar bor. U bilmay qoladi odamlar. Sezmay qoladi odamlar. Endi uni javobini, ya'ni aytish joiz bo'lsa-ki, jazosini deylik. Jazoni sinonimi nima bo'ladi? Antonim deyiladimi? Mukofoti ya'ni. Qayerda olamiz? Ochiq masalan yaxshiliklar qilgan bo'lsangiz, tabiiy masalan bu yoqda qanaqadir sizga mukofot berishlari mumkin, bir narsalar berishlari mumkin, falon ishlar qildi, boshqa qildi deb. Lekin maxfiy, ana nima bo'ladi? Perchatkalar, atperchatkalarimiz bilinmasin degan yaxshiliklarimiz bor, ularning mukofotini olishimiz kerak-ku. Bilinmagan bo'lsa. Mana sarf hisobda hikmati mana shu ekanda, qarang, go'zalligini. Sarf hisobda hikmati shundan ekan. Hikoyamizga qaytamiz, ayol kishining hikoyatiga, bolalariga shu vasiyatni qoldiradi, ular yo'lga otlanadi, umralarni niyat qilishadi. Sha'nu chegaralarga kirib umra niyatlarini qilishadi, yo'lga otlanishadi, umra qilishadi, tavof qilishadi, ibodatlar qilishadi, duolar qilishadi. Va yo'lda avtohalokatga o'xshagan narsa bo'lar ekan. Mashinani baloniga bir narsa bo'pti-da, chiqib ketib qoldi. Chiqib ketib qolib, mashina ag'darilib ketib qoldi. Judayam, ya'ni bir nima bo'ladi? Achinarli bir holatda ekan. Ayolning eri mashinadan bir amallab chiqibdi. Darrov ayolini olib chiqibdi. Ayolini qarang, bir go'zal xotima deb shuni ayta olaman-da. Eng go'zal xotima shu-da. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh, la ilaha illalloh, Muhammadur Rasululloh degan ekan. Shu kalimani o'tib, endi eriga iltimos qilayotgan ekan. Sizdan Alloh rozi bo'lsin. Sizdan Alloh afv qilsin, gunohlaringizni, xato kamchiliklaringiz bo'lsa kechirsin. Mendan rozi bo'ling. Farzandlarimga salomimni yetkazing. Hammamiz o'sha yerda ko'rishamiz degan bir mazmunda gap aytib jon taslim qilgan ekan. Go'zal xotimani qarang. Bundan juda ko'p ibratlar olsak bo'ladi biz hikoyadan. Men hikoyani qisqaroq qildim. O'zi aslida juda uzoqroq hikoya edi. Ya'ni batafsilroq kirishilgan, nimalar qilgani, boshqa qilgani ham. Nimani ustida yashab o'tgan bo'lsak, nimani ustida hayot kechirayotgan bo'lsak, nimalar hayotimizda qilayotgan bo'lsak, ana o'shalar ustida bizni yaratgan jonimizni olar ekan. Xotimamizni belgilash bizga berilgan bo'lishi mumkin ekan, ya'ni. Tasavvur qiling, sizni piramidani uchiga olib chiqib qo'yishdi. Piramidani uchidasiz. Sizga aytilyapti, o'ng qo'lingda to'g'ri yo'l, chap qo'lingda eng o'sha razil, iflos, o'sha noto'g'ri yo'l xullas. Egri yo'l, ya'ni. Tanla. Qaysini tanlaysan? Tanlash o'zingda. Do'drab o'rtada turaverasan yoki o'ngga yurasan yoki chapga yurasan. U sani xohishing. Inson mana shu yerda tanlov qiladi. Yo o'ngga yuradi, yo chapga yuradi. Ha? Mana shu tanlovdan u sarf hisob qilinar ekan. Agar biz o'sha tanlovlarimizga ehtiyot bo'lishimiz kerak ekanda, xullas, ya'ni.
egri yo'lda, noto'g'ri yo'lda, razil yo'llarda, jirkanch bir yo'llarda, hayotimizda, umrimizni isrof, behuda o'tkazib oladigan yo'llarni tanlasak, xotimamizda belgilab bo'lgan bo'lamiz biz. Men bir voqea eshitgandim-da, sizga aytib beraylik. Bir kishi hali ukrop kashnish deydimi? Nima deydi? O'tlar bor. Ko'katlar. Shu ko'katlar sotar ekan bir kishi. Bozorga chiqib, ko'kat faloncha so'm, pistoncha so'm deb, ko'kat pistoncha so'm, pistoncha so'm dirkan xolos. Hayotida eng ko'p aytgan gap shu bo'lsa kerak deb o'ylashar ekan u kishi. Bir kun o'sha tovarlarni, ko'katlarni olib ketayotgan ekan. U ham yo'lda avtohalokat bo'libdi. Yordamga kelishibdi u kishining oldiga. "Ey, turing. Ko'zingizni oching. Sezib qopti o'layotganini. Sezib qopti, ani g'arg'ara deydi-yu, g'arg'ara paytini sezib qopti bo'layotgan. Kalimani ayting. Kalimani ayting." O'sha orqasidan qaytarib turar ekan. "O, shunday deng yoki qiyin bo'lmas. Ayting" deysham ba'zida nima bo'ladi? Og'ir kelishi mumkin-da insonga. Qaytarib turar ekan. Hech bo'lmasa qaytarib turar ekan. Haligi inson ovozda eshitgani-ku, oldida kimdir bir narsa deyotganini. Kashnish pistoncha so'm, ko'katlar pistoncha so'm. Olsangiz arzonroq qilib beraman deb jon taslim qildi. Qarang. Xotimasini o'zi belgiladimi? Nimani ustida hayot kechirayotgan bo'lsa, nimaga eng ko'p vaqtini ajratayotgan bo'lsa, u o'zi belgilaydi. Inson bu tanlov o'zida. Agar biz hayotimizda mazmunli, bir unumli, foydali o'tkazmoqchi bo'lishimiz bu o'zimizga bog'liq, o'zimizda tanlovimizda. Bu yo'l qiyin yo'l. To'g'ri yurish ham qiyin-da hozirgi zamonda. Bir egri yo'llarga kirib ketmasdan. Bu kurash. Bu oson bo'lmaydigan kurash bu. Inson o'zini bilan, egosi bilan kurashish ya'ni. Oson bo'lmaydi-da bu, qiyin, tabiiy. Lekin bu aytganimdek, uning maxfiy bir mukofoti bor. Siz maxfiy qilasiz ularni, mukofotini esa maxfiy olasiz. Shunaqa demoqchi edim. Cho'zilib ketdi. Xotimamizni go'zal qilishimiz o'zimizda, qo'limizda va yaxshiliklar uchun yaxshi inson bo'lib o'tib ketish ham bir ish ekan-da, Abdulloh. Yaxshi inson edi deb sizni bir qanchadir yillardan keyin eslashlari ham oson ish emas ekanda. O'shanga biz harakat qilishimiz kerak. Tanlovlarimizda ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan. Shularni bir qator hikoyani aytib bermoqchi bo'ldim. Bu hikoyani juda ham ko'p biz bir darslik qilib uzoq vaqt suhbatlashishimiz mumkin, lekin qisqa bir foydalandik bu hikoyadan deb o'yladim. Foydali qilsin, manfaatli bo'lsin. Shunday.